Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Krasnodar Toshkent, Rostov-na-Donu Toshkent, Saratov Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodardan, Rostovdan, Saratovdan Toshkentga ketmoqchi bo'layotgan hamyurtlarimiz bizning avtobus xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Rossiyskiy nomerimiz +7 960 285 75 75. O'zbekiston raqamimiz esa 90lik kodi bilan 268 53 13 raqamlar orqali bog'lansanglar bo'ladi. Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelezhik shaharlaridan, Mariupol, Donetsk, Lugan shaharlaridan ham bizning avtobuslarimiz orqali vatanga qaytishingiz mumkin. O'zbekistondan esa Rossiyaning Krasnodar, Rostov, Saratov, Moskva, Novosibirsk, Yekaterinburg, Chelyabinsk, Irkutsk, Ufa, Perm, Kazan, Krasnoyarsk, Orenburg, Sankt-Peterburg va Rossiyaning boshqa juda ko'plab shaharlariga qatnayapti avtobuslarimiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lansanglar bo'ladi. Videoga like bosishni unutmanglar.